Bugun sizlar bilan dunyoda eng ko'p tarqalgan go'sht yo'nalishidagi zot Hereford haqida gaplashamiz. Ketdik. Hereford zotidagi qoramollar Buyuk Britaniyada yaratilgan bo'lib, yuqori darajadagi moslashuvchanlik qobiliyatiga ega va dunyodagi eng keng tarqalgan zot hisoblanadi. Bu zotga mansub qoramollar chidamli hayvonlar bo'lib, turli tabiiy sharoitlarga moslashgan, yaylovlarda uzoq vaqt saqlashga yaroqli. Bu zot uzoq masofalarga haydab yurishga ham juda bardoshli. Rossiya bo'yicha statistikaga ko'ra, birinchi marta buzoqlagan sigirlarning o'rtacha og'irligi 442 kg, ikkinchisida 483 kg, uchinchisi va undan keyingi buzoqlashlarda 517 kg bo'ladi. Ularning sut berish ko'rsatkichi mos ravishda 193-200-206 kg ni tashkil etadi. Voyaga yetgan buqalar 859 kg. Buzoqchalar tug'ilganda katta bo'lmaydi. Erkaklari 30-33 kg, urg'ochilari 27-29 kg. Sigirlarning buzoqlashi odatda yengil o'tadi. Naslli buqachalar 8-15 oylik sinov davrida kunlik o'rtacha vazn qo'shishi 1100-1200 g ni tashkil etadi. Eng yaxshilarida 1400 g dan yuqori bo'ladi. Go'sht chiqishi 55-60%, ba'zida go'sht chiqishi 70% gacha yetadi. Hereford go'shti xuddi Aberdeen Angus zoti kabi yuqori sifatli va marmar tuzilishga ega. Hereford buqalar 1200 kg dan 1300 kg gacha semiradi. Bu videoni chorvalarga yuborib qo'ying va bizlarga obuna bo'lib qo'ying.